O'zbekistonda endi aliment to'laydiganlarga va alimentdan qarzi borlarga juda ham og'ir bo'ladi do'stlar. Ushbu xabarni barcha aliment to'laydigan va aliment oladigan tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz. Albatta foydali bo'ladi. Prezidentimizning 2026-yil 30-mart kuni 50-sonli farmoni qabul qilindi. Mana ekranga ham chiqarib qo'ydim. Mana shu farmonning 8-bandiga muvofiq yangi amaliyot joriy etiladi. Unga ko'ra 2026-yilning 1-mayidan boshlab, ya'ni bir oydan keyin do'stlar, O'zbekiston Respublikasida alimentdan qarzi bor shaxslarga quyidagi cheklovlar joriy etiladi. Ular alimentdan qarzini to'liq bartaraf etmaguniga qadar. Birinchisi, moliya kredit xizmatlaridan foydalanish cheklanadi. Ya'ni ularga kredit berilmasligi mumkin, mikroqarzlar berilmasligi kabi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, davlat xizmatlaridan foydalanishda ularga cheklovlar joriy etiladi. Uchinchisi esa ular yirik bitimlarni amalga oshira olmasligiga doir cheklov hisoblanadi. 1-maydan boshlab ular shartnomaviy munosabatlarga kirishida, yirik bitimlar bilan bog'liq munosabatlarda cheklovlar ularga joriy etiladi. Va eng muhimi do'stlar, prezident tomonidan bosh prokurorga ushbu farmonda alohida topshiriq berilyaptiki, mazkur ro'yxatni yanada kengaytirilgan holatda ishlab chiqish, ya'ni qaysi yo'nalishlar, sohalar bo'yicha cheklovlarni joriy etish bo'yicha cheklovlarning ro'yxatini kengaytirgan holatda ishlab chiqib hukumatga kiritish vazifasi berildi. Shu sababli do'stlar, agar alimentdan qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, uni vaqtida yopib borishni tavsiya qilamiz. Aks holda mamlakatimizda bu bo'yicha ta'sirchan nazorat mexanizmi 2026-yilning 1-maydan e'tiboran joriy etiladi. Qonunchilikdagi mana shunday yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib qo'ying deyman. Ushbu xabarni barcha aliment to'laydigan tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying. O'zingizdan ehtiyot qiling.